Bu qarang akalar, bunaqasini topish qiyin bo'ladi. Egizda egiz. Yusuf aka, aka. xudo xolasa mana shunaqangi baquvvat buqalardan nechta bor aka? Aka baquvvat buqalardan 15 ta yirigidan. Yirigidan, bu qarang aka. Xo'p, ikkita kattamiz bor. Oxiri to'xtalamiz. Akalar, katta emas, juda ham katta bular. Ya'ni bo'ylari 140 plus, kilolari ham akalar 500 kilo. 35 milliondan 70 millionga ketdi. 500 kilo ustida kilo. 500 kilo ustida mollar. 30 milliondan 25 millionga mol bor. 14 dona mashidan. 1 3 4 5 6 mana. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mashigada. 14 tani bir oldim deydigan bo'lsa, 27,5 milliondan xayri kami bor. 25 milliondan 30 millionga da mol bor. Dona olam, bitta olam, ikkita olam muomalasini qilamiz. Rosa, xo'p. Bu yerda nechta? Bu yerda 9 ta aka. Ha. Ketdi akalar. 9 tasini aka bir joyga olaman desa 22,5 milliondan xayri kami bor. 20 milliondan 24 millionga da mol bor aka. 20 milliondan boshlanadi. 20 milliondan 24 millionga da mol bor. Molni sortiga o'zlari qarab bahodir bersin. Mana akalar. Akalar imkon bor. Olinglar. Xudo xolasa Andijon jahon bozorida 26-aprel sanasiga olinayotgan videomiz. Kimgadir qiziq bo'lsa bir donaga ham telefon qilavering. Mana shu molni yoqib oldi Yusufjon deng. Xudo xolasa vodiy bo'ylab kutib oling. O'zbekiston bo'yicha 5 ta 10 ta qilib oling. Xudo xolasa yoqdan ham kutib olish imkoniyatlari bor. Akalar, kelaverasizlar. Xudo xolasa ish bitadi aka. Kelinglar, xudo xolasa biz dargohdan bir quruq ketmagan. Like bittadan bosinglar. Ketdi akalar.